Olmazor tumani hokimligi sanoat hududining kelajak qiyofasini yaratish jarayonida faol ishtirok etishga taklif etadi. Olmazor tumanida joylashgan Jomiy sanoat hududining master rejasi investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi, Toshkent shahar hokimligi hamda Worley Persons Uzbekistan Engineering xalqaro loyiha instituti hamkorligida amalga oshirilmoqda. Master rejaning asosiy maqsadi Jomiy sanoat hududidagi 305 gektar yer maydonida yuqori texnologiyali, innovatsion sanoat ipotekasi ekotizimini yaratishdan iborat. Tadbirkorlik subyektlarining asosiy qismi ishlab chiqarish, omborxona, savdo va logistika yo'nalishlarida faoliyat yuritadi. Hududdagi qulay geografik joylashuv biznes yuritish uchun keng imkoniyatlar yaratib bermoqda. Hurmatli mulk egalari, hududni kompleks rivojlantirish uchun xalqaro loyihachi tashkilotlarning mutaxassislari tomonidan savolnoma ishlab chiqilgan bo'lib, bu olmazor-sanoat.uz internet saytiga joylashtirilgan. Mazkur sayt orqali siz savolnoma bilan tanishib chiqishingiz, o'z fikr va mulohazalaringizni qoldirishingiz va biznes hamda ma'muriyat o'rtasida doimiy aloqani yo'lga qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Hududdagi barcha kommunikatsiya va infratuzilma tarmoqlari tadbirkorlarning individual talab va ehtiyojlaridan kelib chiqib modernizatsiya qilinadi va biznes faoliyati uchun qulay shart-sharoitlar yaratiladi. Hududda olib borilgan dastlabki tahlillar asosida umumiy maydon 15 ta alohida lotga bo'lib chiqildi. Har bir lot kesimida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar bilan alohida kichik uchrashuvlar tashkil etiladi. Ushbu uchrashuvlarda tadbirkorlarning mavjud muammo va takliflari tinglanadi. Mavjud ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlari tahlil qilinadi. Investitsiyaviy va infratuzilmaviy imkoniyatlar muhokama qilinadi. Keyingi amaliy chora-tadbirlar belgilab olinadi. Uchrashuv vaqtlari va joyi har bir mulk egasiga shaxsan yetkaziladi. Olmazor tumani ilm-ma'rifat, ziyo hamda yuqori texnologiyali innovatsiyalarga asoslangan sanoat hamda yashash ekotizim maskani.